Men yaqinda bir holatni o'qib qoldim. Demak, Avstraliyada bir katta kema buzilib qolibdi. Va bu kemani dvigatel ishlamay qolibdi. Usta chaqirishibdi. Usta shuni ko'rib chiqdi, tezdelar va mana shu dvigatellar va bitta boltachani olib 3 marotaba o'zi o'ylagan, o'zi bilgan joyiga urib qo'yibdi. Dvigatel ishlab ketibdi. Kema ishlab ketibdi. Shunda uni chaqirgan odamlar, rahmat sizga, qancha bo'ladi bu yoqda xizmat desa, $20,000 dedi. Qanaqasiga? 3 marotaba boltachingiz urib qo'yganingizgami? Siz bizga hisobot yozing, detalizatsiya yozing, nimaga biz sizga $20,000 yozishimiz kerak? Nimaga biz sizga $20,000 berishimiz kerak? Shuni hisobot yozadi. Demak, $2 bu 3 marotaba boltachami urib qo'yganimga va $19,998 qayerga urishni bilganim va tajribamga. Aynan tajribangizdan, bilimingizdan va entuziazmingizdan kelib chiqqan holda